Barcha salomlar sizlar bilan men Gulruz. Boyagi videoni davomini olishga harakat qildim. 5 minut vaqt bor bizda 100 ta kill qilishga. 29 ta kill bu boyagi videoning davomi edi. U video 10 minut bo'ldi. 15 minut ichida 100 ta kill qilish kerak edi. Turli xil sabablarga ko'ra video bo'lib ketdi. Endi o'zlashlar degan umiddaman. O'sha videoning davomi 5 minut ichida 100 ta kill qilish. Menimcha qilsam kerak. Yuzlayman hayır. Men de endi obrashlar menda. 100 ta kill qilolmasam keraklik. Endi 1 minut bo'ldik. Cho'tka reja bor menda. Sakrab chiqib o'tirib bo'ldi. Yerdan qo'ylaver. O'tyapti bu meni. Dravashka yo'q bo'ldi menga. O'tgan videoda ham aytganim o'zi. Qalaysizlar? Negadir ular yo'q. Ular qayerda ekan? Aytgancha bu o'yinda faqat 5 martagina o'lsa bo'lar edi. Ya. Sniper ekan. Sen hali o'ldiraman 50%. Biling, kim? Ko'rishga ulgurmadim. Ana qilib dravashkani o'qirib umashlarman. Chiq bo'lsa kerak. Shik bum. Qani endi. Bitta yo'yaman. Bitta yoyib tashlayman. Yaxshi. 30 ta kill qildim. 3-minut bo'lyapti o'jali. Nasıl sniper bor ekan? Begillani. Mana sniper. Botlar baribir bot. Yoyib tashlayman. Bir izlashsa qilyapti men ustimda. Shu yerga qarasam o'larmidim. Qani. Yo'q kelmadi. O'zimiz boramiz shekilli. Mashina. Masenga. Mashotga bo'lsa kerak.